Assalomu alaykum kanalimizni kuzatuvchilar, ko'rishingiz mumkin mana bugun tilnomiy bilimimizdan yangiliklarni olib chiqdik. Ular eni bo'yiga 92 metr bo'ladi, svitinli variantlarda ishlangan. Matraslari keladigan bo'lsak, matraslarimiz turetsk matras pampesli hisoblanadi. Bularimiz ichlari rossiyskiy laminat ishlatilgan, mexanizmlarimiz 3 tadan xitoyniki qo'yib chekalar, kronkalar bosilgan, ichlarigacha hop, ichlar pokiza, burchaklarini ham avanni qilgan, qirlarni o'ldirib, materiallarimiz teri material. Bularimiz 2 xil material ishlangan. Bularimiz ichini ham ko'rishingiz mumkin. Bularimiz ham ichi rossiyskiy laminat, darblar ortdan qo'yilgan, xitoy mexanizm 3 tadan chekalar, kronka. Har bir burchagi ahamiyat egasida pistashka bo'lgan. Kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, nomerlarni pastda yozib qoldiramiz. Bizni yo'qotib qo'ymaslik uchun obuna tugmachasini bosib, layklarni banglatamiz.